yaxshimisizlar? Sekin-sekin kirishni boshlashyapti. Kiradiganlar kiradi. Aytaman, doim aytaman, kimga kerak bo'lsa kiradi, kimga kerak bo'lmasa kirmaydi. Zo'rlashi yo'q. Coral Club kompaniyasini nimasi zo'rlashi yo'q ekan. Shunisi menga yoqadi. Boshqa kompaniyalar davay yozdir odam, hey odam deb anaqa bilan bo'lashadi. Bu yerdagi здоровье надо. Подписывайся, anaqa подписаться qil, и 5%, 10%, keyin u yog'i foiz ketkalarda ovur. Sog'lig'ing kerak bo'lsa degan narsa. Так что qizlar rekomenduy. Bugun mani bitta o'zimni tanishim Robiyaxon Coral Clubga yozilgan ekansiz, men ham yozildim, zo'r ekan, anaqa maymunlar zo'r ekan deb aytyaptilar. Endi boshqasidan eshitmadim. Mandan yozilmadingiz, ko'ramiz dedi. Shunaqa. Xo'p, ozgina cho'zdim, 5 minut ozgina cho'zaman. Demak, kirib olsinda bugun super mavzu. Xudo xolasa, miya salomatligi va xotira hammamizga kerak. Ayniqsa 40+larga. Hozir aytaman 40+ emas, hozir 15+larga ham bu mavzu kerak. Chunki hammani xotirasi ketyapti. Shunaqa zamonda yashayapmiz. Bunga omillarimiz juda ham ko'p. O'zi aytaman, mana nutritsiolog sifatida ichaklarga, ya'ni ichak mikroflorasi, jigar deymiz, gormonlar, gormon. Hamma nutritsiolog, dietologlar gormonga yopishib qolganmiz, lekin miyani ko'pchiligimiz unutib qo'yamiz. Men aytaman, o'zi miya bizning bitta kompyuterimiz bo'lsa, gormonlar ham miyamizga bog'liq. Hamma gormonlarimiz o'zi miyamizga bog'liq. Ichaklarimiz ham, jigarimiz ham o'sha anaqa miyadagi gormonlar eng kattasi, demak, signal bergandan keyin qolganlari ishlaydi, bo'lmasam ishlamaydi deymiz. O'zi inson hayotdan ko'z yumayotganda ham, yuragi to'xtaganda ham, miyasi to'xtamasa-da orqaga qaytarsa bo'ladi. Mana shokli terapiya qilib, anaqa elektricheskilar berishadi, yurak to'xtab qolganda ham. Keyin yurak пересадка сердца bo'lyapti. Yuragini olishdi, yuragini qo'yishadi. Yurak yo'q, uni o'rniga boshqa o'zini nima deydi, texnический narsalarni ulab qo'ygan bo'ladi. Искусственный yurak ulangan bo'ladi, boshqa. Aytaman-da, yurak bo'lmasa ham odam o'lmaydi-da. Lekin miya bo'lsa, miya oxirsida so'ndimi, bo'ldi, hamma narsa ketdi degan narsaga. O'shaning uchun ishtirokchilarimizga ham ayniqsa aytmoqchiman, miyani asrashimiz kerak, avaylashimiz kerak va uni qanday ishlash kerak, qanday ishlasa yaxshi ishlash kerak degan savollarimizga javob berishimiz kerak. O'zi miya odamning organizmini bor yo'g'i 2%ni tashkil etar ekan. Ozgina miya haqida ham o'rganib chiqib, bu narsalar yozgandek bo'ldim. Mana Harvard Medical School tadqiqotiga ko'ra, sog'lom miya faoliyati bilan yashagan ayollarda qarilikda demensiya xavfi 40% gacha past bo'lar ekan. Ya'ni sog'lom turmush hayot bilan yashaganlar, demak 40% kamroq demensiya. Yaqindagina shu anaqani bitta uchovnilarni rosa ko'p ko'raman, endi o'zimni mavzuyim bo'lgandan keyin shunaqangi narsa aytishyaptiki, rakni hozirgi paytda tuzatsa bo'ladi, lekin demensiyani mana hozirgi paytda hech qanaqa tuzalish yoki Alsgeymerni tuzalish yoki tuzatish hali o'ylab topilgan emas, olimlar, shifokorlar tarafidan deyilyapti. Haqiqatan rakni boshlang'ich stadiyalarida qaytarishimiz ham mumkin. O'zimiz ko'rganmiz bu narsani, даже bilmadim rostmi yolg'onmi, qanchalik 4-stadiyasidan ham qaytganlarni eshitganman, ozgina hayotda ko'rmaganman, endi dokumentalniy filmlarda ko'rganman, buni bilmadim qanchalik. Siz ozgina gapirib o'tarsiz u haqida. Endi miyamizni nima buzadi desak, oddiy bizga ko'ringan omillar, lekin eng muhim omillar o'sha birinchisi stress va yuqori kortizolga boramiz. Yomon ovqatlanish deymiz, keyingisi uyqusizlik deymiz, hatto o'sha doim ta'kidlaganimizga shakar va trans yog'lar, transjirlar haqida juda ko'p gapiriladi. Hozirgi paytda aynan nutritsiologiyada men aytaman, transjirlarni men marafonimdagi qizlardan Zulfiya opa butunlay chiqazib o'rganman.
transjerlar yo'q. Margarin mana umuman demak bitta holatdan ikkinchi holat transjerga nimalar kiradi desangiz, demak yog' bitta holatidan ikkinchi holatiga искусственный yo'l bilan aylanishi deymiz. Endi qo'pol qilib bundoq tushuntirib bersam-da, lekin GHIimiz bor-ku, bu ham bitta holatdan ikkinchi holatga o'tishimiz-ku. Yo'q, bu naturalniy holatda o'tadi. O'sha sayrolarimizni eritib, suyultirilgan holatga kelishi bu GHI eng bizada nutritsiologiyada eng yaxshi bo'lgan yog'lardan hisoblanadi. Endi agar miya haqida gapirsak, omega 3 haqida gapirmasdan ilojimiz yo'q, chunki bu omega 3 yog'i kislotalari miya uchun eng kerakli ozuqa hisoblanadi. Birinchi o'rinda turadi. Yaqinda bitta shunaqa hayron qolaman Zulfiya opa, juda ko'p nutritsiologiya, dietologiya shuni ichida yurmagan odamlar bitta batni yaqinda reklamasini ko'rdim. Juda ham taniqli bitta bloger, juda ham taniqli O'zbekistondagi taniqli bloger reklama qilyapti-da, aytyapti. Miyamizni 80% omega 3 dan tashkil topgan. Men aytdim, stop. Qayerda o'qigan ekan bu odam? Miyamizni 80% omega 3 dan tashkil topgan. Unaqa emas. Ya'ni deganimizda любой bu bad ishonib, va bu juda katta bloger ekan, zo'r odam, bunga ishonib ketirish kerak emas. Ishonchli manbalardan olishimiz kerak. Mana men aytaman, Coral Club bilan ishlayapman. Coral Clubda ishonchli manba bor, ishonchli badlari bor, ishonchli odamlarimiz bor, o'qigan odamlarimiz bor. Demak, ulardan olishimiz kerak bo'ladi. Keyingi narsalar mana yana Harvard olimlari isbotlagan narsani yozdim. O'zimga ozgina konspekt qildim, yozdim. Haftasiga 2 marta omega 3 ga boy baliq iste'mol qilgan ayollarda demensiya xavfi 38% gacha kamayar ekan. Ko'ryapsizlarmi? Ya'ni ovqatimiz ham birinchi o'rinda turadigan narsa. Omega 3. Endi keyingisi B guruh vitaminlar ham kerak bo'ladi xotiramizga. O'tgan safar sizlar bilan temir va ferritin haqida juda ko'p gaplashdik. Bu ham temir va ferritin, ya'ni xotira motorlarini ishlashiga, rivojlanishiga juda ham kerak bo'lgan narsa. Nima uchun bular kerak bo'lsa? Chunki ular kislorod tashuvchi vazifasini bajaradi. Ya'ni temir bilan ferritin kislorod tashishni vazifasini bajarganligi uchun biz ulardan voz kechmaymiz, naborot ularni hayotimizga tatbiq qilamiz. Nima uchun? Ya'ni miya faoliyati uchun kislorod zarur. Bilamiz bu narsani. Agar kislorod yetishmovchiligi bo'lsa, buni natijasida ham juda ko'p kasalliklar kelib chiqadi. Yana shu demensiya haqida, yana endi ferritin haqidagi olimlarni tadqiqoti bor ekan. 2021-yilda o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, ferritin darajasi past bo'lgan ayollarda xotira testlarining natijasi 45% past chiqqan. Qarang, ya'ni olimlar bu Stanford universiteti buni tadqiqot qilgan ekan. Bu aniq manbalardan oldim. Ya'ni o'zingizlar qarab chiqsanglar bo'ladi. Bekorga biz o'tgan safar ferritin va temir kamqonlik, anemiyaga to'xtalib o'tmadik. O'sha paytda ham gapirdik. Zulfiya opa aniq esimda bor, siz gapirib o'tgansiz. Demak, ferritinni gapirayotganingizda imенно miya faoliyatini ham gapirib o'tgan edingiz. Chunki kislorod yetishmovchiligining natijasi anemiya kelishini ham aytamiz. Keyingisi neuroplastik, ya'ni yangi xotiralar yaratish sirlari deymiz. Buni ham tadqiqotlar o'tkazilgan va uni nima qilishimiz kerak? Mana kichkina paytidan bolalarimizni motorikasi, miyasi yaxshi rivojlanishi uchun qo'l bilan ko'proq ishlash kerak deymiz. Hozirgi paytda bolalarimiz o'sha planshetga, iPadga, iPhone'larga anaqa qilib qolishgan, ya'ni qo'l bilan ishlashi juda ham kamayib ketgan. Men eslayman, biz kichkina paytimizda, mana yoshligimiz qanaqa o'tgan, bog'cha, maktab eslasak, juda ko'p plastilinimiz bo'lardi. Plastilindan biz hamma narsalar men o'zim yaxshi ko'rardim, yasab o'tirar edik. Qo'l mehnati juda ko'p bo'lardi. Motorika bilan ishlashi, qo'l motorikasi bilan ishlashi juda ham ko'payib ketgan. Lekin hozirgi paytda aynan shu bolalardagi, kichkina bolalardagi muammo, ular qo'li bilan ko'p narsa ishlaydi. Даже Shvetsiyada bundan 3 yil avval tadqiqot o'tkazildi. Maktablarda, qarang Zulfiya opa, maktablarda qalam ishlatmasligini bitta rayondagi hamma maktabdagi bolalar foshkola klass, ya'ni 0 sinfdan boshlab qalam ishlatmasdan faqat iPad, kompyuter berildi.
iPadda yozadi, kompyuterda yozadi, qanaqadir qo'pol qilib aytsam, подопытный кролик qilishdi. Buni 2 yil, 3 yilgacha qilishdi. Natija juda yomon chiqdi maktablarimizda, chunki endi ruchkada yozish kerak, qalamda yozish kerak. Qanaqasiga bo'ladi? Biz ham o'zimiz ham aytdik, qanaqasiga faqat iPad bu qilinadigan narsa emas. Keyin yana 2 yil, 3 yildan keyin qalam, ruchka kerak, bu iPad постоянно bo'lmaydi, olib tashlash kerak degan narsalarni qilishdi. Bizda ham Shvetsiyada dunyo bo'yicha Zulfiya opa shunaqa zo'r yaxshi ko'raman shu tarafini. Tadqiqotlar juda ham ko'p o'tkaziladi. Tadqiqotlar juda ham ko'p o'tkaziladi. Oddiy narsaga ham davlat tadqiqot qilishadi. Yillar davomida bu narsaga pul ajratiladi, byudjet ajratiladi. Shvetsiyada shunaqa tadqiqot o'tkazilgan. Karolinskiy institutimiz bor. Dunyo bo'yicha bu meditsinskiy institut hisoblanadi. Dunyo bo'yicha shu Karolinskiy institutimiz 9-o'rinda turadi. 9-pog'onada turadi. Bizning Karolinskiy universitetimiz bizga juda ham yaqin, 15 minutlik yo'l, mana shu Xudingida joylashgan. Olimlar 23-yilda shunaqa tadqiqot o'tkazilgan. Ayollarda menopauza davrida estrogen bilan birga omega 3 va B vitaminlarini qo'shib berish xotirani 60% yaxshilashini ko'rsatibdi. Ya'ni omega 3 bilan B vitamini ichish natijasida xotira 60% ga yaxshilar. Ayollarda shunaqa tadqiqot o'tkazilgan. Xullas, demak, bunaqa narsalardan uzoqroqda bo'lishimiz uchun, xotiramiz yaxshi bo'lishi uchun, tiklanishi uchun, rivojlanishi uchun biz nima qilishimiz kerak? Ovqatimizga harakat qilishimiz kerak, ya'ni foydali, правильное питание qilamiz. Albatta, harakat kerak. Albatta, o'sha vitaminlarimizga, tahlillarimizga ahamiyat beramiz. Eng muhimi hozir stressli hayotni kamaytirishga harakat qilamiz. Aytaman, mani Zulfiya opa, sizda ham mavjud muammolaringiz bo'lsa kerak, o'zingizga yarasha, meni ham o'zimga yarasha muammolarim bor. Hammani muammosi bor. O'shaning uchun sag'al bilan orqaga tashab, hayot davom ettirishini, hayotimiz qisqa ekanligini o'ylab, nima deydi, o'zimizga ozgina vaqt ajratib, ayniqsa ayollarimiz bir chiroyliroq, go'zalroq hayotda yashashga harakat qilishimiz kerak. Mana shunaqa ozgina gapirmoqchi edim. Endi mikrofonni sizga beraman. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Gulnoraxon har doimgidek juda chiroyli vstupleniya qilasiz. Juda ответственный odam bo'lganligingiz uchun temalarni o'rganasiz. Men o'zim haligacha o'rganaman. Qayerdadir mana shu bilgan narsam to'g'risida informatsiya bor bo'lsa, albatta o'shani eshitib, xulosa qilib, analiz qilaman. Endi bugungi mavzuyimiz xotira ekan. Xotira qayerdan kelib chiqadi umuman? Insonning xotirasi yo'q bo'lsa, insonning kelajagi ham yo'q. O'tgan hayoti ham yo'q. Xotira bizga tug'ma imkoniyat beriladi. Tug'ilishimizdan shakllana boshlaydi. Xotiraning sifati nimaga bog'liq? Avvalambor, qarangki, yana ham mana Coral Claptonni qanchalik to'g'ri yo'nalishdaligini har doim tasdiqlab o'tiramiz. Chunki bizni ichagimizda ikkinchi miya deyiladi. Ish faoliyati to'g'ridan to'g'ri bizni xotiramizga, bosh miyaning ish faoliyatiga ahamiyati bor. Dopamin xursandchilik gormoni, umuman gormonlar ko'pchiligi ichida ishlab chiqariladi. Agarda ichagimizda nosozlik bo'lsa, vоспалительный proseslar, yallig'lanish jarayonlar bor bo'lsa, ichagimizda parazitlar bor bo'lsa, toksinlar ko'p bo'lsa, ya'ni ichimiz yaxshi kelmasa yoki undan surib ketaveradigan bo'lsa, mikrobiom yaxshi bo'lmasa, bu albatta bosh miyamizga ham ta'sir ko'rsatadi. Bosh miyaning ish faoliyatiga ta'sir ko'rsatadi. O'shaning uchun baribir organizmimiz umuman yaxshi ishlash uchun oshqozon ichak yo'lini, ish faoliyatini to'g'rilagan holda ketamiz. Endi bizda odamzodda umuman bosh miyaga hamma narsani ham organizm o'tkazib yuboravermaydi. Xudoyim shunaqa yaratgan, gematoensefalichеский baryer degan narsa bor. GAP deydi.
Bu nima uchun? Mana chaqaloqlarni, umuman odamlarni ortiqcha kerak emas narsalarni o'tkazib bormaslik uchun bosh miyaga. Lekin har xil organizmda nosozlik bo'laverganda mana shu baryerlar ham susayib qoladi. Ba'zi ximikat dorilarni ushlab qola olmaydi. O'shaning uchun o'ta toksichni, o'ta kuchli ximikatlarni umuman ximiyani kamroq ishlatish kerak. Bu gematoensefalitskiy baryerdan o'tib bosh miyaga ta'sir ko'rsatadi. Endi bosh miyamiz nimadan iborat? Ayniqsa asosiy bu mana shuncha yog'dan bo'lgan mayda-mayda neyronlar. Neyronli sviyazi deydi. Neyronlar bu bosh miyani hujayrasi. Neyronning o'zini оболочкасы, miyelinovый оболочкасы bor. Shu miyelinovый оболочкасы butun bo'lish kerak. Buni butun bo'lishini aynan litsetin, aynan omega, aynan B gruppa, B6, B12 vitaminlar shuni ta'minlaydi. Endi yana ham nima uchun bizni kam qonlik ta'siri bor. Gapirib o'tgandek, kam qonlikning ta'siri shundaki, kislorod tashuvchi transport kam bo'lganligi uchun bosh miya aziyat chekadi. Gaymarit bo'lganimizda, burnimizdan yaxshi havo ola olmaganimizda, iflos havodan ko'p nafas olganimizda, nafas orqali mana shu toksinlar bosh miyaga to'planadi. Neyronlarga zarar yetkaziladi. Organizmimizda parazitlar bor bo'lsa, ular ham toksin chiqaradi. Bu toksin ham qon bilan borib bosh miyaga to'planadi. Yallig'lanish jarayoni ko'payadi. Tau belok degan narsa bor. Buni miqdori ko'payib ketgan sari bosh miyada yallig'lanish, ya'ni mana shu avvalambor demensiya, ya'ni u narsa bu narsa esdan chiqib qoladigan, keyinchalik bora bu Alzheimerga aylanishi mumkin. Undan tashqari bosh miyani eng yomon kasalliklardan bittasi bu Parkinson, qo'l qaltirashi, odam o'zi qaltiraydi, bosh qaltiraydi, o'zini boshqara olmay qoladi. Bu ham bosh miyani aziyat chekganidan, zaharlanganidan kelib chiqadi. Zaharlanishi bosh miyaga zaharlab bormasligini oldini olish uchun aynan oshqozon ichak yo'lini avvalambor yo'lga solamiz, mikrobiomni yaxshilaymiz, yetarli suv ichamiz, bosh miyaga oziqa beradigan mahsulotlar iste'mol qilamiz. Mana ko'rib turibsizlar, bu yerda litsetin. Litsetin har kuni kerak bizga. Nima uchun? Miyelinovый оболочка, bosh miyani hujayralari 35% litsetindan iborat. O'shaning uchun chaqaloq tug'ilishi bilan litsetin berish bu juda ham maqsadga muvofiq. Ozgina tomchi og'ziga bersa, bola kattaroq bo'lganda litsetinni chaynab yeydi. Uni maza qilib yeydi. Litsetin iste'mol qilib katta bo'lgan bolalari albatta hatto qanaqadir nuqson bilan tug'ilgan bo'lsa ham rivojlanishda u o'ziga kelib qoladi asta-sekin. Endi bosh miyaga yana bizni Karol klubda boya Rustam qo'yuvdi, B guruh vitaminlarimiz bor. 10 ta oldin ham ko'rsatdim. B prime degan 10 ta TCB bu undan kamroq dozasi. B prime parashok sifatida bolalarga ham bersa bo'ladi. Suvga eritib bersa ham bo'ladi. Glukozaga o'xshaydi mazasi. Polniy B vitamindagi ehtiyoji qoplaydigan 10 xil vitamin, gruppa vitaminov B yaxshi singadigan, organizmga bezarar. Undan tashqari yana bizda bor mindset degan narsamiz. Bu aynan kognitivniy sposobnosti mozga, ya'ni bosh miyani funksiyalari to'g'ri ishlash, neyronli svязь. Neyronli svязь degani nima? Mana biz yangi narsa o'rgandikmi?
har yangi narsa o'rganganimizda bosh miyamizda neyron bog'lanishlar ko'payadi, rivojlanadi. O'shaning uchun yoshingiz katta bo'lgan sari yana yangi kitoblar o'qisiz, yangi bir nimalarni o'ylab topsiz, bilmagan narsalarni o'rgansiz, qarilik orqaga suriladi. Chunki bosh miyada yangi neyronlar paydo bo'ladi. Yangi neyronlar paydo bo'lganda oldindan qolgan neyronlar ham nobud bo'lmaydi. Bolaligingizdagi narsani ham yaxshi eslaysiz, hozirgini ham yaxshi eslaysiz, hamda mantiq, logический мышление ham oldinga keladi. To'g'ri gapirib o'tdingiz boya, motorika, bosh miyamiz ish faoliyati aynan mayda motorikaga juda ham bog'liq. O'shaning uchun qo'l bilan mayda ishlar qilish juda ham foydali. Bolalarga ham, kattalarga ham neurogimnastikalar bor. Internetda har xil turi bor. Oddiysidan murakkablari. Shu neurogimnastikalarni har kuni hech bo'lmasa 3 marta, 4 martadan qilish, odat qilish kerak. Qiyin emas neurogimnastikalar bor. Avvaliga siz uni qiynalasiz, keyin to'g'ri qilishni boshlaysiz. To'g'ri qilgan saringiz bosh miya trenirovka bo'laveradi. Shu bilan baravar oziqa beriladi. Mindsetni ichida bosh miyani faoliyatini yaxshilaydigan sostavi juda ham yaxshi. U yerda vitamin B guruh vitamindan tashqari L-karnitinlar bor. Aynan mana shu xotirani vоспалительный prosesni oladigan komponentlar bor. Bosh miyadagi vоспалительный proseslarni. Safrina mana Memoprime. Memoprime ham umuman mahsulotlarimiz hammasi tabiiy bo'lib, tabiiy o'simliklardan, mana yagodalardan olingan. Buning ichida gaubikasi bor. Bu ham ko'z ko'rishi yaxshilaydi, ham bosh miya ish faoliyatini ro'shan qiladi. Asab tizimiga yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Asab tizimimiz ham bosh miyaning ish faoliyatiga juda ham katta ahamiyati bor. Safrina deganimiz bor. Safrina, endi men hozir ko'p narsa gapirib boraman. Iltimos qiluvdingiz, o'sha to'rttasini gapiring deb. O'shaning uchun bizda juda ham bosh miyaga ta'sir ko'rsatadigan har xil mahsulotlar ko'p. Mana safrino. Safrino ham bitta shafran, iranskiy, frantsuzskiy shafran. Shafran vоспалительный prosesi, ya'ni bosh miyamizda ham mana shu toksinlar boraverganidan u yerda o'zida yallig'lanish bor. Mana shu yallig'lanishni oldini olib yallig'lanishni yaxshi qiladigan mahsulotlar albatta bu safrina ham, Memoprime, Mindset shu ishlarni juda ham yaxshi bajaradi. Endi nimadan yana biz zaharlanadi? Bosh miyaga juda ham salbiy ta'sir ko'rsatadi svinets, rtuch. Bu havodan kelishi mumkin. Har qanday прививка albatta rtuch bor. Bolalar oladigan ham, mana bu hozir Coviddan olgan, bilsanglar Covid прививкаларdan keyin juda ham odam o'zini yomon, ko'pchilik yomon his qila boshladi. Kasalliklar tezlashib ketdi, xronik kasalliklar. Chunki uni juda ham salbiy tomonlari ko'p. Oz vaqt ichida tez ishlab chiqarildi bu vaksinalar. Bu tozalanish ham yaxshi sinovdan o'tishga ham imkoniyat bo'lmadi. Shaxsan men o'zimni onam 100 yoshgacha yashadilar. Covid bo'lgan paytda bular 94-96 yoshda edilar. Poliklinikadan kelishuvdi. Men zapret qo'ydim. Haqinglar bor, hech ham olmaysizlar, kerak emas deb. Yosh kattalarga vaksina qildi, yo ketdi, yo qoldi bo'lishdi. Qolganda ham xotira ham ketdi, juda ham yomon ahvolda, davleniya chiqadigan bo'lib qoldi, yo'q joydan saqil paydo bo'ldi. O'shaning uchun vaksinalarni juda ko'payib ketgan hozir. Albatta ular salbiy ta'siri. Mana shu salbiy ta'siridan xolis bo'lish uchun ham mana shu mahsulotlar iste'mol qilish kerak. Mana omegani ko'rib turibsizlar. Omegani sifatini tekshirish eng nadежный yo'li omega kapsulasi
Mana shu to'rtta mahsulotda aytdim shekilli hozir sizlarga. Keyin undan tashqari bizni kompaniyamizda Mental Force degan pack bor. O'zbekistonda yo'q, Yevropada bor, Amerikada bor. Mental Force, uning ichida aynan mental bosh miya degan. Aynan bosh miya uchun kerak komponentlar bor hammasi. Mana shu aytgan narsalarim bor. Hamda uning ichida O'zbekistonda yo'q mahsulot ham bor. Buni ichgan odamlar hammasi juda ham yoqadi ularga, juda ham yaxshi otziv berishgan. Endi xotirani yoshligimizdan saqlashimiz kerak. Stresslardan saqlanishimiz kerak albatta. Menimcha gapirib bo'ldim. Yana nimalardir gapirmagan bo'lsam, savollarga javob berishga tayyorman. Mahsulotlarimiz ko'p. Hammasini gapirib bosh qotirmadim hozir. O'sha har doim shuni anaqa aytgandim. 3-4 mahsulot bo'lsa yetadi, chunki yana davom ettiramiz. Mahsulotlari super haqiqatan. Hozir menga bitta savol tushyapti, Zulfiya opa. Autofagiya haqida gapirib bersangiz. Menga autofagiya anaqasi qo'yildi, tashxisi qo'yildi. Autofagiyaga yaxshi tushunmadim. Nima degani bu? Autofagiya. Kechirasiz, atrofiya. Autofagiyaga o'zi o'rganib qolgan atrofiya. Atrofiya. Nimani atrofiyasi? Atrofiya bu atrofiya mozga. Atrofiya mozga. Qanaqa qilib bu proyevlyatsiya qilyapti atrofiya mozga? Doktorga borgan edim, atrofiya mozga tashxisi qo'yildi. Ya'ni anaqasiga MRTga tushgan, undan oldin xotira pasayishi boshladi menda. Keyin MRTga jo'natishda atrofiya mozga, shu haqida gapirib bersangiz. Atrofiya mozga ham sababi shu. Mana Mental Force ko'rsatib turibdi sizga hozir. Bosh miyaga kerakli oziqalar berish kerak. Albatta, xotirani pasayishiga, Alzheimer, Parkinsonga juda katta ahamiyati bor. Organizmimizda yallig'lanish prosesida insulin rezistentность baland bo'lishini hisobiga organizmda gomotsistein degan narsa baland bo'lib ketadi. Gomotsistein baland bo'ldimi, bu odam kasallikdan chiqmaydi. Eng yomoni aynan insult, infarktlar bo'lishidan oldin gomotsistein baland bo'lib ketgan bo'ladi. Alzheimer bilan Parkinson kasalligini ham negizida aynan baland gomotsistein yotadi. Mana shu gomosisteinni pasaytirish uchun ham boyagi siz aytgan, adashib aytgan autofagiya ishlatilgan juda ham yaxshi. Autofagiya organizm o'zini o'zi tozalash. Lekin mana shu autofagiyani detox plus fonida qilsa osongina o'tadi bu narsa. Juda ham sifatli tozalanadi. Detox plus oshqozon ichak yo'lini ish faoliyatini tiklaydi. Unga biz superfloralar qo'shsak, unga metastit qo'shsak, ya'ni ichakdagi laktobifidobakteriya hamda metabiotiklarga boyitsak, bu narsalarni ko'p qilib ichish mumkin. O'shanda biz darrov sezamiz yaxshilanganimizni. Albatta, mana birinchi uchrashuvimizda organizmda regeneratsiya jarayoniga yordam bersak, har qanday yoshdan biz yoshimiz orqaga ketishi mumkin. Bunga sizdan
disiplina, nima deydi, intizom, bundan sizdan bunga ixlos qilib kerak narsalar vaqtida iste'mol qilish kerak. Sizda juda ham katta xohish bo'lishi kerak. Xudoyim bergan yoshi sifatli yashashga. Bu bizni qo'limizda. Albatta, u 4-stadiya rak yo juda ham davolanish qiyin bo'lgan kasalliklarga borguncha qilish kerak bu narsalarni. Demensiya bu Alzgeymer oldi bo'lishi mumkin. Demak, gomosisteinni pasaytiradi. Gomosisteinga albatta vitamin gruppa B, 12, vitamin D mana shu narsalar pasaytirishga yordam beradi. Lekin gomosistein bir kunda, bir oyda pasayib ketadi demaymiz. Bu sistema bilan borsangiz, siz insult, infarktlarni oldini olasiz. Davleniyalaringiz normaga keladi. Hamda mana shu demensiya, Alzgeymer, Parkinsonni oldini olasiz. Gomosistein normaga tushdimi, insulin rezistentность pasayadi. Demak, qarangki, vitamin D ni uroveni joyida bo'lishi kerak. Vitamin D 70 pastki norma. 70, 100 dan ko'p bo'lishi mumkin. Gomosistein normasi 6 deylik, 5,5-6. Bizda 12, 20 bo'lib ketadi. U paytda bizda ham hamma kasalliklar bor. Mana shu ikkita parametrni to'g'irlaganimizda boshqa parametrlar ham to'g'irlanadi. Buni to'g'irlash uchun albatta sizdan ham mehnat ketadi. Sizni сопровождать qilgan odamdan ham gрамотный подход ketadi. Yordam berishga mana siz ham tayyorsiz, men ham tayyorman. Biz bilimimizni ishlatishga tayyormiz. Lekin mana shu narsalar hal qilaman degan odam yaxshilab tushunib olib, nima qilish kerakligini, shu narsalarni qilish kerak. Albatta rezultat bo'ladi. Ya'ni siz 3 oy, 4 oy, 5 oy, kerak bo'lsa 6 oy siz mana shu rejimda aytgan vaqtda qilsangiz, siz organizmingiz, siz o'zingizni juda yaxshi his qila boshlaysizda, siz shu vaqt ichida yangi odatlarga odatlanasiz. To'g'ri, hayotingizni yaxshi yashatadigan, yaxshi sifatda olib boradigan odatlarga odatlanasiz. Chunki biz hayotimizda привычкалар xarakterimizni shakllantiradi. Lekin bu привычкалар ayni neyron bog'lanishlarda ham nima deydi, fiksatsiya bo'ladi. Demak, biz yangi привычкаларni orttirsak, bosh miyamizga boshqa informatsiyalar singdiramiz. Undan keyin bizga hamma narsa oson bo'ladi. Bitta savolingizga shuncha javob. Bir qancha yana savollar bor edi, ularga ham javob berib yordingiz. Demak, qanin atrofiyasi bor odam masha mental force ichsa, ancha yaxshi ta'sir qiladi. Bu yerda ham hozir yozgan для поддержания когнитивной функции deb qo'ygan. To'g'rimi? Bu ham etap 1, 2, 3 lari bor ekan. Memo prime ham ichidami yo buni alohida sotib olish kerakmi? Mana tak mental force ichida bizda bo'lmaganligi uchun bilamanki, что для головного мозга, наверное, memo prime bor ichida. Mana shuni aytyapsiz, Yevropada bor deyapsiz. Bu O'zbekistonda yo'q, Yevropada bor deyapsiz, to'g'rimi? O'zbekistonda yo'q, bizga kelmagan bu narsa. Qarang, albatta mental forcedan boshlaydigan bo'lsa, Hydromax, ya'ni Coral Mine, H500, Pentakan. Хотя бы shular bilan qo'shib ichish kerak buni. Chunki качественный гидратация suv yetkazib boradi bu yerga. Mayda qon tomirchalarining aylanishini hisobiga antioksidant, yana mana shu xotirani toksinlardan xolis qiladigan antioksidant albatta iste'mol qilish kerak. Antioksidantga H500 kiradi. Aktivin degan narsamiz bor. Mana yana mahsulotga o'tib ketaman. U individualniy konsultatsiyada har birini tushuntirib alohida bo'lishi kerak. Tushunarli, baribir alohida bo'lishi kerak. Sizmi? Men diabet bo'lib qoldim. 59 yoshimda diabet menga konstatirovat qilishdi. O'sha paytda miyam kirdi chiqdi bo'lib qolgan.
o'sha paytda ko'z ko'rishim yo'q bo'lib qolgan. Mayda shrift emas, katta shriftni ham yaxshi ko'rmaganman. O'sha paytda menda polniy nima deydi, уже o'zimni bilmayman qanaqa kampir his qilgan paytim. Hozir ko'rib turibsizlar, mana shu yo'lda ketib omegani kanda qilmasdan ichaman, lisesin kanda mindset ichaman man doimiy ravishda, chunki ko'p informatsiyani men o'zimga olishim kerak. Hamda ko'p informatsiyani olishga harakat qilgan sarim menda ham yangi neyron bog'lanishlar paydo bo'ladi organizmda. Bu Karolina orqaga suradi. Har doim yangi narsa o'rganib, bosh miyani shu narsaga ozgina nafigangiz ozgina o'zingiz bosh miyani shu narsaga ozgina ishlatdingiz, zo'rtirdingiz, qildirdingiz. Bu trenirovka yangi neyronlar paydo bo'ladi. Neyron bog'lanishi paydo bo'ladi. boshqalar yaxshi ishtirok uchun biz O'zbekistonda qanchalik vaqtimiz bor. Menga teoriya bergandingiz, o'zim nisbatan teoriyani o'sha lekin nima shu taurinni anaqasini bildim. Qizlar hammalarga ham shu taurinni agar rasmi bo'lsa ko'rsatsanglar, anaqa genera bilan taurin generamni ozgina qoldi. Ichak floramni anaqa yaxshilashga men bu narsani ichib turishim kerak deb. Oshqozonda kislotnostini to'g'rilaydi. Xuddi shunaqa. Nima uchun siz menga buni tavsiya qilgansiz? Men o't pufagim yo'q. Esingizda bo'lsa, Toshkentga borishimdan oldin operatsiya qilib o't pufagimni oldirib ketgandim. Ya'ni o'sha kislotnost bir ko'payadi, bir kamayadi. Yog'li ovqatlar baribir 100%. Oldin 100% qaragan bo'lsam, bu yog'iga 150% men ovqatlanishimga qarashim kerak. Ba'zan endi O'zbekistonda bir ikkita bundoq qattiqroq, yog'liroq ovqat yesam, srazi menga bergandi o'sha payt. Hozir albatta qarayman. Generi juda ham yaxshi. Menga ishonasizmi, shu paytgacha ichganlarimdan ichida kalavada juda yoqdi. Buni bir paketini ichib bo'ldim, hamma anaqa boksini. Hozir men taurin ichaman. Menda o'zimda ishim shu darajada напряженный, shu darajada qiladigan ishim ko'pligini nisbatida menda uyqusizlik bo'lganda oxirgi paytlarda uxlamayman. Yotaman, 1 soat, 2 soat ag'darilishim kerak to uxlagunimcha. Ishonasizlarmi yo'qmi, bir magi deymiz shet tilida. Taurin ichganimdan beri uyqum juda ham zo'r bo'ldi. Uyqum mazza qilib ana shu yerda yub deymiz, ya'ni chuqur uxlash bo'lyapti. Menda anchadan beri bunaqa. Uxlagan tarzimda ham koshmarni sonlar ko'rar edim ko'pincha. Mana bo'lmasa men butun ko'p detoks boshladim. Detoksdan keyin kalavada ichdim. Mana hozir genera taurinlarni ichaman. Demoqchi bo'lgan narsam taurinni haqiqatdan undan oldin o'zi bilasizlar, anaqani ham gaplashgan edik, kortizol paytida gaplashganmiz, gormonsina, ya'ni melatonin gormoni. Men ko'p gapiraman, melatoninningiz normada bo'lsa, kortizolingiz normada bo'ladi. Kortizolingiz kechqurun ko'p bo'lishi kerak emas. Ertalab ko'payadi, kechqurun kortizolimiz pasayadi. Kechqurun melatonin gormonimiz oshishi kerak deymiz. Ishonasizmi, melatoninni o'zini men ichdim. Qani menga ta'sir qilsa edi. Ya'ni melatoninni o'zini badini ichdim. Ichida faqat melatonin bor, hech narsa. 4 talab ham o'zi bitta ichish kerak, odamlarga bitta. 2 talab ham ichdim, 3 tagacha ham chiqadi. Yo'q, menga hech qanday hayronman shunchalik. Nimaga melatoninni o'zi menga hech qanaqa ta'sir qilmayapti. Lekin taurin ichdim. 2 kundan keyin ta'sirini bildim. Mana har kuni o'zi yotishdan oldin ichishingiz kerak deb menga maslahat bergansiz. U narsani kechqurun ichgan yaxshi, tinchlantiradi. Plus melatoninni oshiradi. Qizlar, haqiqatdan men o'zim ichayotgan, hozir sumkamda turibdi, berishim mumkin. Melatonin ichmoqman. Hozir ko'rsata qolay birattalasi. Ozgina qoldi. Buni savolim. Mana melatonin
Coral taurin, melatonin debman, coral taurin mana ichyapman. Shunga savolim, men dars yana ichib yursam bo'ladimi bu narsani? Chunki mani zreniyamga siz foyda degansiz, miyaga ham buni o'shanda aytgandingiz, miya faoliyatini, xotirani, kognitiv funksiyalarni zo'r rivojlantirib beradi. Sizni stressiy holatdan tushiradi degandingiz. Haqiqatdan bo'lyapti mana shu narsa. Shuni ham ozgina aytib o'tsangiz. Ana Genera ichib bo'ldim. Bu ichak florasiga super foydali ekan. Buni ichdim. Hozir mana taurinim ozgina qoldi. Davom ettirsam bo'ladimi shuni? Davom ettirsangiz bo'ladi, tavsiya beriladi. Chunki bu taurin moddasi sizda hozir o'tfigiz yo'q. O'tfi yo'qligini hisobiga rezervuar yo'q o't to'playdigan. To'plangan o't yegan yog'li ovqatlaringizni, go'sht ovqatlarni go'shtda ham yog'li bor baribir. Yog'siz go'sht yeganingiz. O'shani sar yog'li yeysiz. Parchalashda qatnashadi. Sizda o't to'planmaydi, to'g'ri ketaveradi. O't to'planmaydi, to'g'rimi? O'shaning uchun taurin ichganingizda yog' mahsulotlarini parchalashga yordam beradi. Taurin bu yurak minerali, yurak moddasi. Taurin bu ko'z nuri, bu xotira. To'g'ri aytdingiz, taurin bor. Jigari ish faoliyati yaxshilandi. Shuni hisobiga siz koshmarli tushlar ko'rmayapsiz. Bilsangiz, sariq kasal, jigar kasal odamlar qo'rqinchli tushlar ko'radi. Bu bilingki, jigar bezovta qiladi. Jigar kasal odam uchlarda, to'rlarda uyg'onadi. Jigar kasal odam. Siz hozir jigaringizga yaxshi ta'sir ko'rsatganligi uchun sizda hozir shu holatlar bo'lyapti. Bu sizda organizmingizda уже taurin дополнительно ichganingiz sizga tavsiya qilinadi hozir. Buni zarari yo'q. Taurin tomchilar bor, bilsangiz, aptekada ko'zga tomchilanadi. To'g'rimi? Siz buni iste'mol qilasiz. Albatta hamma joyingizga borib ta'sir ko'rsatadi. Rahmat. Chunki kecha o'tirib, bulim tugab qolyapti, endi bu yoqqa ham narsalar olishim kerak. Unda qarab, anaqamga kirib, pullarim bor ekan, ozgina qaytgan pullar, o'shalarni ham ketishni qilib qarayotgandim, to'xtay oldim, maslahatlashib, yog'iga menga aynan nima olganim yaxshiroq degan bir fikrlar bo'ldi. Boyagi korobka ham agar bizda Yevropada bo'ladigan bo'lsa, hozir mental pulse buni ham juda zo'r bo'lar ekan agar buni davom ettirsak, xudo xolisa. Xo'p, kimda yana qanaqa savollar bor? Savolinglar bo'lsa aytinglar, bo'lmasam, bitta savol tushibdi. Maylimi o'qib bersam? O'qing. Men koenzim ichaman. Koenzim Q10 bor-ku, koenzim. Sizlarda nima deyiladi bilmayman. Shunaqa Qtiya deymiz. Biz koenzim, o'shani hujayralar. Buni qanchalik foydasi bor? Buni ichib turaman. Sizlarda shunga o'xshagani bormi yoki yurak ish faoliyatiga, avvalambor yurak ish faoliyatiga bu mitoxondriyalarga energiya beradi. Koenzim ham biz oziq-ovqatdan hozir olinmaydimi? Vaqti bilan uni ham ichib turgan juda ham foydali. Koenzim Q10. Chunki bizda Shvetsiyada juda ko'p tavsiya qilinadi, ayniqsa mana studentlarga buni tavsiya qilishadi. Imtihondan oldin men o'zim ham tavsiya qilardim. Mitoxondriya energiya beradi-da. O'zi aytaman, nimadir energiya beradigan narsa, organizmimizga to'g'ri energiya beradigan narsa foydali hisoblanadi. Energiya bo'lgandan keyin mitoxondriyalar ishga tushadi. Mitoxondriya o'sha bilamiz, hujayralarning eng yig'iladigan joyi. Bizga albatta bu energiya bersa, miyamizga ham bu ozuqa bo'ladi, faqat to'g'risini. Mana sizlarda ham bor ekan-ku, koenzim Q10 bor ekan. Bizda koenzim bor. Bizda kardiopek degan narsa bor. Kardiopekda ham magniy, taurin, koenzim Q10 va 3 ta pentakan. Insultlardan keyin juda ham yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Insultlarni oldini olishda, mana yuragi bezovta qilgan odamlar
bu kardiopakimizni esa juda ham maza qiladi. Bu yurakdan tashqari ko'rdingiz, magniy asab sistemaga ham, xotiraga ham, chunki magniyning ichida vitaminlari bor. Selen juda ham foydali. Endi gapirib ketaveraman. Endi qarang, shu yerdachi baribir hammasi bir-biriga связаны, ya'ni bog'liq bo'lib chiqyapti-da. Ya'ni miyamiz ichaklarga bog'liq, ichak mikroflorasini tuzatganimizdan keyin albatta xotira yaxshilanadi. Nima uchun? Tiniqlashadi, ichimizda yallig'lanishni yaxshilash. Ya'ni har doim gapiramiz, mana oddiy ferritinni oddiy qilib o'tgan safar ferritinni mavzusini oladigan bo'lsak, bu ham o'sha miyamiz yaxshi faoliyat yurgizgandan keyin butun organizmimiz yaxshi yurgiziladi degan narsa. Ya'ni bu organizm o'zi shunaqa, Xudoy taolo doim aytamiz, chambarchas qilib qo'ygan, hammasini bir-biriga chambarchas. Ya'ni qaysidir shunaqa mashinani ahamiyatsiz joyi yo'q. Albatta. Avvalambor mashinaga toza benzin, toza yoqilg'i quysangiz, uzoqroq ishlaydi. Vaqti bilan filtrlarni tozalab tursangiz, uzoqroq ishlaydi. Tozalamasangiz taqataq to'xtab qoladi bir kuni. Organizm ham shunaqa. Doim shu gapingiz juda ham to'g'ri. Gapimizning oxirida shuni aytmoqchiman. Doim aytaman, mashina sotib olsak, bizda ayniqsa hayotimda shunaqa narsa bo'lgan. Bizning bir paytlar avtoservisimiz bo'lgan. Aytib bergandim, menimcha marafon ishtirokchilarimga biza to'g'irlashgan mashinani, bitta shvedni mashinasini to'g'irlashgan, unga benzin iltimos quyib beringlar, shunaqa qilib biza menga olib kelib beringlar degan. Benzin stansiyasiga borishgan, bilmasdan boshqa 95 quyish kerak bo'lgan benzinga ular 85 quyib qo'yishgan. Juda katta farqi. Stop, o'sha o'zida mashina stop, 1 metr yurish mumkin emas. Bizning mashinalarimiz simboli shunaqa, ya'ni 85-95 aralash qilish mumkin emas. O'sha o'zida stop qilingan, o'sha o'zida xo'jayinim bechora mashinaga yordamchi mashina olib kelingan, yurish mumkin emas. Ya'ni avtoservisga olib borishgan, avtoservisdan u butun benzinni olishgan, yana qaytadan boshqa quyishgan. Juda katta summaga tushishgan orasida demoqchiman. Xuddi shunaqa, nimaga biz sog'lig'imizga shu darajada mashinaga ahamiyat berganimizchalik sog'lig'imizga ahamiyat bermaymiz. Har doim aytaman, sen nima yesang, sen o'shasan. Ichimizga nima kirgizsak, sintetik narsalar kiradimi, ximik narsalar kiradimi yoki tabiiy narsalar kiradimi, biz o'shanaqamiz. Bu albatta tanamizga, sog'lig'imizga, hatto tashqi muhitimizga ham yordam o'z ta'sirini ko'rsatib qoladi. Mana pentakanni ham hozir ko'rsatyapsizlar. Xo'p. Men korobkasini ichidagi narsa. Korobkasini ichida pentakan bor ekan-da, 3 talab bor ekan bu yerda. O'sha pentakan magniy, taurin, koenzim Q10. Vau, bunisi taurin ham bor ekan, koenzim ham bor ekan, magnezium. Sevaman shu magneziumni ham sevaman, juda ham zo'r pentakan ham. Bu juda ham zo'r korobkasi bor ekan, mana bu yerda. Har safar o'zim ham o'rganyapman, demak, mahsulotlarni qanday ekanligi shu bitta vebinarimiz orqali. Xo'p, yana qolganlarda qandaydir savol bo'lsa berasizlar. Menga berilgan savollar shulardan iborat ekan. Boshqa savol hozircha tushmadi, gruppamga ham tushmadi. O'zimga shaxsiy savollardan tashqari. Menimcha tushunarli bo'lgan bo'lsa kerak. Hozirgi boyagi korobkasiga vau deyotgandim, endi bunisi undan zo'r ekan. Bir maslahatlashsam bo'lar ekan siz bilan Zulfiya opa, anaqa onlayn maslahatlashaylik, chunki men o'zimga ham juda ham bu narsa kerak, ayniqsa aytaman o'qituvchilarga kerak. Bitta narsa bor Shvetsiyadachi, men qoyil qoladigan narsam shvedlarni, Zulfiya opa, mana butun dunyodan xalq keladi. Shvetsiyaga endi yangi payt kelganimda, men srazi gimnaziya o'sha o'qishni boshlaganman, shved tilini o'rganishni boshlaganman. Bitta gruppamizda 15 ta masalan student o'tirsak, kimdir Xitoydan kelgan, O'zbekiston, butun dunyodan kelgan, hammaning ismlari shu darajada har xil. Ustozlar, shved ustozlar bittada eslab qoladi. Men aytaman, bular nima qilar ekan, derdim-da o'sha paytida. O'zim trenirovkasi bormikan, nima qilar ekan? Men nima boshqa narsa, mana o'qigan narsam, kitobda o'qigan narsam xotiramda qoladi, lekin insonlarning ismi o'quvchilarim ham 1 yildan keyin kelsa, ismi nima edi deb turaman.
Ular butun dunyodan kelgan. Ya'ni yaqindan bitta ustozimni ko'rib qolganman, shved. "Oy, Gulnora" deb men bilan ko'rishyapti. Oh my god, shunchalik esda qolganman. Ismlarim esida qoladi. Ya'ni nima deyman, qanaqa qilishadi degan menga bir narsa bo'lardi. Haqiqatdan menimcha ular ham, chunki bilaman, shvedlar juda ham qattiq sog'lig'iga qaraydi birinchi o'rinda, trenirovkaga qaraydi ikkinchi o'rinda, uchinchi o'rinda ovqatiga menimcha birinchi o'rinda qarasa kerak. Vaqti bilan yeydi, albatta salat, bog'chadan boshlab tarelkamizni ko'rsatishadi. Mana bu protein, bu oqsil, bu uglevod, bu narsa, mana bu sog'lig'ingga. O'tgan yili o'g'lim 9-sinfni bitirayotganida NO fanidan Tarlix model tarelkalarni qaysi mahsulot nimadanligi sifatida juda katta imtihon topshirishgan. Men o'zim darsida imtihonida kirib unaqa qilganman. Vau deganman, shu darajada oqsil nima, uglevod nima, jirlar necha xil bo'ladi, qaysi yaxshi uglevod, yomon uglevod, shunaqangi bir oygacha faqat shuni darsi bo'lgan va oxirsida imtihon topshirgan. O'g'lim kelib menga gapirib o'tiradi. Ya'ni maktabda bor, bog'chada bor deb bu modellar. Buni kirgizishgan. O'shaning uchun qattiq sog'lig'iga ahamiyat berishadi. Xudo xolasa, bizda ham xudo xolasa shu narsalar bo'ladi deyman deb o'ylayman. Siz bilan bizga o'xshagan odamlar mana shu narsalarni targ'ibot qilamizda hozir. Xolasa. Shu. Qizlar, boshqa savolinglar bo'lmasa, 1 soatcha bo'lib qoldi. Ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetyapti. Menimcha yana savolinglar bo'lsa, mana murojaat qilasizlar, Nutrin Nuriga, Robiyaga yoki mana Zulfiya opamga murojaat qilasizlar. Har yakshanba konsultatsiyalar bor, har yakshanba ular o'tkazayotgan seminarlar bor. Kelinglar, uchrashinglar. Anaqa nima deydi? Coral Club mahsulotlaridan foydalaninglar. Zulfiya opa, oxirsida bitta shunaqa narsa demoqchi edim. Menga bitta fikr kelyotdi. Coral Clubni ichayotgan odamlarni bir yig'sak-da, mana keyingi vebinarimizdami yoki undan keyingi vebinarimizdami yig'sak-da va ular o'zlari ichgan mahsulotlarini bir natijasini haqida mayli ko'rinishmasa ham, mayli mana bunaqa ochiq turishmasa ham yoki hech bo'lmasa yozishsa yoki ozgina gapirib bersa demoqchiman. Nima deysiz? Ozginagina bir vaqt shunga ajratsak. Bo'ladi, albatta bo'ladi. O'zimiz ichimizda ham o'shancha mana shu guruhlarda mana marafon ishtirokchilarim ham ko'pchiligi olishdi. Mana Shvetsiyaga ham keldi. Yaqinda qizim ichyaptilar, natijasini ko'ramiz dedilar. Ichimizda ichganlar bor va yaxshi natijalarga erishganlar bor, xudo xolasa. bo'ladi, albatta bo'ladi. Hammasi to'g'ri qilinsa, chunki bu yerda faqat sizga yordam beradigan, organizmingizga tashqaridan ololmayotgan narsalaringiz kiritiladi. Organizmni kuchi yetmayotgan faoliyatlariga yordam beradi. O'shaning uchun albatta bo'ladi. Bo'lmay qolmaydi. Shunaqa ham qilsak. Rahmat Zulfiya opa, katta rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ishlaringizda rivoj, shunaqa odamlarga sog'lom hayotda doim targ'ib qilib, go'zallikni targ'ib qilishingizda, ya'ni kuch-quvvat o'zingizda ham borligini his qilib yurishingizni xohlasa. Xuddi shu. Yaxshi, keyingi vebinarda uchrashguncha hammaga xayr, sog', salomat bo'lsin. Rahmat. Ishtirokchilarga ham rahmat.